Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, bizni kuzatib boruvchilar. Kecha eslasanglar, bugunchisizlar 24-fevral 2026-yil. Kecha 23-fevral kuni 1,5 ramkada turgan urib qo'yayotgan ona bilan mayada o'zimizni o'ldirib qo'ygan, nobud qilib qo'ygan 7 ramkali onaga urib, onasi yo'q, onasi o'ldirib qo'ygan onaga uyaga qafasning ichida nima beruvdik, ona qo'yuvdik. Hozir esa 1 sutka bo'ldi. Shuni sizlar bilan birgalikda hozir qafasdan chiqarib yuboramiz onani. Keling, men keling. Bu menda. Ona buni ramkada turibdi. Qafaschada. Bismillah. Mana narigindagi arilar ham o'tgan. Hozir ikkinchi ramkasini ham ko'rsataman. Ari ko'paygan. Mana hoslar bilan yaqinroq oling, yaqin kelib oling. Hozir shuni ichida turgan onani sekin qo'yib yuboramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sharmanda qilma. Mana ona yaqin oling, mana ketyapti. Qabul qilibdi onani. Bahorda o'zi 100% qabul qiladi. Bahorda chunki ularga bo'ldi. Ularda qabul qilgan sababi boshqa chorasi ham yo'q qabul qilgani. Bo'lib ham urug'langan ona bo'lgandan keyin iloji yo'q qabul qiladi. Endi hozir buni ramkani o'rnini yana ham ehtiyotkorlik qilib, o'rnini almashtirib yaqinlashtiramiz buni mana. Buni olamiz. Hali qanaqa qabul qilishini ko'rib olaylik. Bir 10 minutdan keyin bir tekshirib qo'yamiz. Qanaqa reaksiya bildirar ekan ular. Bularda olganimizga o'zida yaqinroq oling bu endi. Bularda 1 kunlik, 2 kunlik, 1 haftalik urug'cha nimalari bor. Qo'chchalari bor. Yaqinroq oling mana. Yaqin to'g'risidan oling-da uni. Mana. Ko'ryaptimi? Mana, qorib qo'ygan. Buni endi hozir karmoydan narigi tarafiga olib qo'yamiz bularni. Sabab ona narigi tomonga tuxum qo'ygan o'tsa, bular bolalarga ishcharlar qaramay qo'yish mumkin. Biz hozir 10 minut tursinchi. Mana oradan 15 minut. Chaqmaylar o'zi ham yo'g'im chaqib tashladilar. Oradan mana 15 minut o'tdi. Mana ona urib qo'yapti. Hozir sekinlashib tursangiz, hozir urib qo'yganini ko'rsatadi hozir yashiqqa. Mana yaqinroq oling. Yaxshi qabul qilishdi. Hozir ona arbabi stressda. Bir soatdan keyin urib qo'yishni boshlaydi.
Endi bularni hammasi ramkasini yaqinlashtirib ko'ramiz. Onisini ham ko'raylikchi, karmov emasmikin. Bu arilar jicha jahldorroq arilarda, bular Karpatni bolalarida bular. Endi yuvashib ketsa kerak. Ha, bunda ham urug' bor ekan. Bu zo'r onalardan bittasi itda bu. Mayli, Allohda aytgani bo'ladi endi. Qo'rqmasdan o'rtadagi doskasini ham oldik. Karmoviga ham qo'yib yuborgan ekan haligi. Yaxshi tuxum qo'yayotgan ekanda u. Buningda urug' ozroq ekan. Shunga qo'yib ulgurgan ekan. Mana endi hozir shmononni sherigi monoramka edi. Buni yaqinlashtirib qo'yamiz. Mana bunda o'zining rasplotlari bor edi, urug'lari bor edi. Bunda ovqat zaxirasi ko'p. Bitta pakalangga chiqqunga to'g'ri mana shunaqa jicha jahldorroq bo'ladi. Keyin narigindan yoshlashib ketadi. Havo bizda hali ham Andijon viloyat Paxtavod tumanida havo hali ham salqin. Ko'proq tumanlarda ham, boshqa tumanlarda ham shunaqa bo'lsa kerak. Keyin erta bahorda mana qilib yaqinroq olib keling. Ubindan. Ramkani oralari bunday bo'lib ochilib qolmasa, mana qo'lib. Mana shunday qilganinglarda mana qo'l sig'ish kerak mana. Mana bitta mana ko'rsatish barmog'i. Hali qachon bo'lamiz, kommentariyalarga qachon bo'lamiz deb yozyapsizlar. Mana hozir mashinada qaranglar, mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ramka turibdi. Shuni ham hali bo'lishga shoshilmayapmiz. Sabab arilar kuchli bo'lsa ham hozir ro'y holatiga tushmaydi. Shuning uchun yaxshilab kuchaytirib olganinglar maqsadga muvofiq. Bo'lishga shoshilmanglar hali. Vaqt yetdi hali. Endi misol yashig'inglarga sig'may ketsa, misol 10 ramkalikmi, 8 ramkalikmi yashig'inglar qancha sig'adi misol? Bir xilgilar 7 ta ramkaliklar ham bor. 7 ta ramkaliklardan ham cho'chimanglar, sabab polniy hamma yo'lga splashnoy rasplot qilib, hali aytganimdek oldingi videolarimda 21 kunda chiqadi. Asha 21 kunning ichida toshib ketmasligi uchun rasplotdan endi ishchi arilar chiqadigan, yosh arilar chiqadigan mahalda iloji yo'q bo'lsa bo'lsanglar bo'laveradi. Keyin mana qopqoq to'g'risida hali bu ham 2000 so'm, bu ham 2000 so'm. Bu ko'proq urug'langan onalarda foydalansa yaxshi bo'ladi, sabab ancha-muncha orasida urug' qo'ygan jinday sharoit bor. Misol bir kun ichida yuraveradi. Monolar keyin qabul qilmagan bo'lganda hozir mana misol uchun o'zingizlarda shu holat bo'ldi, ochdinglar, ochsanglar mononi tepasida g'ujina go'la ari to'planib turib olgan bo'ladi. Shu ham qabul qilmagan bo'ladi. Unda yana birar kunga qoldirib qo'yasizlar. Endi boshqa paytida haligi atvodga qilingan paytida bo'lamiz deyapsizlar. Bo'lganinglarda ona arini urug' qo'yganini bo'lsa ham mashinada qo'yaverasizlar. Urug'langan ona arilar 100 ming, 150 ming atrofida sotishadi. Ari nima qilib sotadiganlar, ona yetishtiradiganlar. Biz endi yetishtirmaymiz, oilamiz ozligi uchun. Biz hali ta'kidlaganimdek, biz uchun hobbi. Agar tirikchilik qilaman desanglar, ona ari chiqarib sotsanglar ham yaxshi, agar yo'lga qo'yib olsanglar, yaxshi o'rgangandan keyin yaxshi daromad olib keladi asalni singari. Endi sizlarga yana mana bitta narsa, bu urug'lanmagan onani mashinada qo'yamiz. Mana misol uchun bunday ham qo'yiladi bu.
Bunaqasiga ham qo'yiladi, orasini jicha ochib qo'yiladi. Agar onani qabul qilmasa, chiqqan onani mana ko'rib olinglar, yaqin oling. Mana qilib teshiklarni bekitib yuboradi. O'zi mana ochiq bo'ladi, mana birinchisida ko'ryapsizlar, mana qatorasiga mana birinchisi bitta yopiq turibdi, ochiq turibdi. Qolganlari yopib yuborgan, mum bilan yopib yuborgan. Mana bu yoqlarni ham yopib yuborgan. Mana tepalarni ham yopib yuborgan. Bu nimadan dalolat? Bu onarini qabul qilmaganligidan dalolat mana shu. Mana shunaqa qilib dimlab turib o'ltirib qo'yishadi. Ochib chiqarsanglar birpas o'rashib oladida g'ig'i qilib bo'g'ib o'ldirishadi tishlab. Shunaqa holat mana. Bizni kuzatishda davom etinglar. Podpiska, laykni ayamay bosinglar. Sabab sizlar ham kimgadir bilmay yurganlar bo'lsa, podpiska, layk bossanglar, boshqalarga ham ulashgan bo'lasizlar. Sizlarga ham savobidan tegib qoladi inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar.